Neftchilar mahallasi, stadiondan chapga burilganda to'g'ri kirib keladigan ko'cha. Mana shu ko'chada. Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Neftchilar mahallasida sotilayotgan 3 xonali barcha sharoiti bilan uyimiz bor. Hozir qisqacha obzor qilib beraman. Narxi oxirsida bo'ladi. Videoni oxirgacha ko'rib turing. Shunaqa koridor, katta koridor kirgan joyda. Undan keyin mehmonxona. Mana shu ko'rinishdagi mehmonxona. Kattagina aboylar qilingan pardalar qoladi. Nega kiramiz? Oshxonasi. Mana shu yerga oshxona mebel joylashish kerak, lekin bu yoqqa joylashtirilgan. Balkon qismi bu. Balkonni ham ko'rib turganingizdek, juda ham katta balkon va mana bunaqa podvolchasi ham bor. Xo'p, undan keyin video uzluksiz bo'ladi. Undan keyin bu yoqda детский spalni. Bu xona ham aboy remontdan chiqqan, отоплениялari ishlaydi. Undan keyin kiramiz, shunaqa kattalarda spalnisi, yotoqxonasi. Bu ham remontdan chiqqan. Undan keyin, xo'p, ichkarida hojatxonasi bor, kanalizatsiyalari yaxshi ishlaydi, suv chiqqan. Bu tomon banyasi, aristonlari bor, vannalari bor, rakabinalar ishlaydi, smesителlar qo'yib qo'yilgan. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Uydagi hamma mebel jihozlar, bitoy texnikalar qoladi, faqat konditsioner chiqib ketadi. Qolgan mana shu video davomida ko'rgan gilam, parda, spalni, mebel, oshxona mebel, kir mashina hammasi qoladi. O'sha so'ralayotgan narxda ichiga qo'shiladi.